Aka. Oka, assalomu alaykum. Salomatlaringiz yaxshimi? Alhamdulillah. Oka, siz mashinalaringizni Instagramga qo'yganman. Instagramda ko'rgan bo'lsangiz, oka. Prosmotr rosa juda ko'payibdi. Oka, hozirgi vaqtda kommentariylarda berilgan savollardan asosan bu mashinalarning narx-navolini so'rashlik juda ko'p bo'ldi-da, Muzaffar aka. Misol, o'shani Toshkent viloyatiga yokida Chorvoqqa chiqib kelish narxlari Oka, narxlari viloyatlarga qarab hammasi narx-navolarni chiqarib beriladi. Masalan, Samarqandga borishadigan bo'lsa, Chorvoqqa borishadigan bo'lsa, hammasi narx alohida chiqadi. Masalan, kuniga qarab aka. Xudo xolasa, olib borib kelish nimalari ham bor-da. Oka, keyin yana bitta savol. Bu savolni ham juda ko'p kutganda, 8 talik mashina Qamchiq dovonidan o'tolmaydi degan gaplar ham bo'libdi. Endi bu mashinalar juda ko'p haliga Versal to'yxonalardan odam olib kelinganini, boshqa o'sha juda ko'p Qamchiq dovonida ham ko'rganmiz bu mashinalarni, aka. Shu aka muammo yo'q. Ko'p marotaba borib keldi Toshkentga. Boshqa xizmat safarlari bo'yicha borib keldi. Tashkilotlar zakaz qilishadi, borib mehmonlarni kutib, hammalarning ko'ngillarini olib, katta bagajniklarga mo'ljallanganda, aka. O'sha o'tgan safar bagajini ham kechasi ko'rsatganligim uchun, aka, e'tibor bermasiz ozgina, aka. U kechqurun aeroportdan mehmon olib kelganda. Bagajniki rosa katta, aka. Haqiqatda to'g'ri gapirgan ekanman, yuk hajmi me'yordan o'ttiq bilan sig'averadi deb. Bemalol ichida xotirjam ketadi, aka, ichida odam. Ichidagi komfortlari ham o'ta o'zgacha. Bu mashinalarimizdan ikkita bor. Kimgaki shunaqa mashinalarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, har qanday tashkilotlarga hamda to'y va marosimlarga xizmat ko'rsatiladi. Yuk sig'ish hajmi me'yordan da katta.